qo'y boqish chidaganga chiqargan deydi-yu. Mayli, Alloh shuni xohlabdi. Mana qo'ylarimizni qarang mana. Ragatga o'tib ketgan. Mana. Yemasa, bir kun, 2 kun yemasa, qo'y veslashib yuboraman. Ikkinchisi. Bu ham mazasi yo'q, uni ham mazasi yo'q. Men oyoq ketganmi buni? Bil bo'lmaydi. Bu ham meni o'zi veslashyapti. Badanni ko'rsanglar. Mana meni ragatga bo'ldi. Mana. Ish qilib, o'ladi, bo'ladi, yo'qoladi, onasini emsin. Shunaqa ishlar bo'ladi. Chidaganga chiqargan deydi, chorvachilik qilishchi. 100 ta qo'y tushirsangiz, 5 tasi agar o'lib, bo'lib nimadir bo'lsa, menimcha foydasi shu bilan tugaydi. Kommentariyada yozib qo'yarsizlar. Tugaydimi, tugamaydimi foydasi. Bu gapirmasa, boshqa qilmasa, tili yo'q. Iminni qator o'tgan et bera olmasa bu. Masalan, bizga yetsa tomog'im og'riyapti, qulog'im og'riyapti, ko'zim og'riyapti deymiz-ku. Gapirmaydi-da qo'ylar. Shu qidirib yuramiz qator o'tgan. Tarchamaylar, sog' bo'linglar.